Assalomu alaykum aziz mebel kuzatuvchilari. Biz yana bir zakazlarimiz tayyor bo'ldi. Andijon viloyati Izboskan tumaniga paxtagulli fasollarimiz. Ranglarini, temirlarni nejevika rangda qilib berganmiz, kraskalarni. Materiali ko'chadan bo'lgan, oppoq qilib, xontaxtalarni ham stoliga podsvetka qilib, nejevika kraskalarni chachib bergan. Xontaxtalarimiz 6 kishilik, chekkalarga frezalarni surib, laklarni cho'tkilab sachganmiz. 76 ga 150 razmerda bo'lgan xontaxtalari. Bunimiz shu yangicha fasonda bo'lgan. Mana bunday bir-biriga kiyishtirganda tagliklarni ezib tushmaydigan variantda qilingan. Sifatlari zo'r. Buni yana bitta qulaychiligi, mana bunday o'tirganda, mana bunday stollarga o'tirganda, mana bu oyoqlari xalaqit qilmaydi. Chiqib ketishga, stolni orqaga surib chiqish shart bo'lmaydi. Sifatlari zo'r. 15 komplekt tayyorlab berganmiz. Narxlarini juda ham chiroyli qilib beramiz. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga teraverasizlar. Sifatlari zo'r. Mana bu profillarni ham sindirmasdan bo'kib berganmiz. Oyoqlariga e'tibor qilasizlar, orqaga ovnamaydigan qilib berganmiz. Nimalari mana orqaga tashalgan profillari. Stenalariga keladigan bo'lsa, juda ham qalin stenada 2 ga 2 orqalari, oyoqlari 2,5 ga 2,5 profildan qilingan. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Yuklay turgan videolarimizni ham qo'yib boramiz. Ko'rishguncha.